Bosingizmi? Assalomu alaykum, Somsus kanali a'zolari, hurmatli obunachilar. Bugungi manzilimiz xudo xolisa marhamat. O'ta ham ideal holatda bo'lgan darvozamizni o'rnatdik. Xudo xolisa yo'qsa bitta like bosib qo'yasizlar, iltimos sizlardan. Xo'p, navesimizni razmeriga keladigan bo'lsak, navesimiz oldiga 4 metr chiqdi, eniga 370. Xudo xolisa profillari o'nda qalimdan bo'lgan, ikkilik stoykalarni ikkilikda berdik. Taglariga tumbalarni qo'yib berdik. Tepa oshlariga o'ta ham chiroyli holatda 1,5 ga 1,5 gullardan eshik tayyorlab berdik. Tepa qismidagi tunikasi 0,4 tunika bo'ldi g'idirishdan. Xudo xolasa darvozamizni xudo xolasa tushuntirib beramiz. Razmerlari eniga 3 metr bo'ldi. Bo'yiga 3,40. 1 kvadrat metri darvozamizni 1 kvadrat metri 950 ming so'mdan o'ta ham aksi narxlarda tayyorlab berdik. Ma'lumotlarimiz stoykalari 10 ga 5 shviler bo'ldi. Dislarimiz ikkilik. To'tirlik ham qo'yib berganmiz. Duvoyni qilib nerjinkalari ham o'ziga xos o'ta chiroyli chiqdi qolsa. High-tech arkalarni qo'yib, soplarni ham qo'yib berganmiz aka-ukalar. Tepa qismiga chiroyli qilib lazerdan o'yib, lazer ishlarini ham tushirib berganmiz. Boshqa o'tirgan joylari ham shviler bo'lgan to'g'ri. Zamoklarimiz har doimgidek zo'r zamok. Hojibo muborak bo'lsin darvoza. Yaxshi kunlarga nasib qilsin. Qo'llarni dard ko'rmasin. Aytganingiz kelsin. Xudo xolasa Lexanimizni tepasidagi tunikamizni 1 kvadrat metri общий navesimizni kvadratiga qarab narxi o'zgaradi. Bu navesimizni kvadrat metrini 500 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Xudo xolasa chiroyli qilib shunaqangi razmerlar bo'ladigan bo'lsa tayyorlab beramiz. Darvoza va naves xizmatlari. Faqat bizlarning xizmatlarimiz naves, darvoza, rishotkalarni hamma temir ish bo'lsa qo'yamiz. Chiroyli qilib. Eshigimiz o'ng qo'lda ochiladi. Darvozamiz sentr zamok bo'lgan, o'rtasi bitta qo'lda ochilib yopiladi. Hammaga xizmat qilinib turgan bundan ham qo'yib beryapmiz. Turgan ko'tarib qo'yib. Darvozamiz o'ta chotga chiqdi. Kvadrat metr 900 ming so'mdan navesimizga va darvozamizga baho berib qo'yasizlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Islom usta sizlarning xizmatlaringdagi ukalar. Mana naves qismimiz. Oldiga 4 metr chiqdi, eniga 370. Agar 2 metr, 2,5 metr bo'ladigan bo'lsa, narxi ozgina qimmatroq bo'ladi. 700 ming so'mdan chiqadi kvadrat metri. Lisimiz ikkilik, darvozamiz listi ikkilik bo'ldi. Polni full variantda, eng full ikki arkali darvozamiz eng fulli bo'ldi. Xudo xolasa ozgina qorong'i tushib qoldi, shomga yaqinlashib qoldi. Agarchi yorug' bo'lganda yana ham kachistvalari hamma yo'g'i chotki, qanday ko'rinib turgan bo'lsa, ko'zimizga xuddi shunday ko'rinardi. Xudo xolasa aka-ukalar. Stoykalarimiz 8 bo'ldi. Chekkadagi naqshlarga ham baho berib qo'yasizlar mana. Mana darvozamiz tepa qismi. Bor bo'yiga ochildi bu. Orqa holati endi ozgina qorong'i tushib qoldi shekilli. Orqasini olamiz desak, ozgina qorong'ulik qiladi mana. Boricha ko'rsatib beramiz sizlarga imkon qadar, xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Zamoklarimiz zo'r zamok bo'lgan. Mana yo'q, chotki bo'ldi. Aka-ukalar bemalol aloqaga chiqaveringlar. Navesimiz 1 kvadrat metr 500 ming so'mdan boshlanadi. Agar ob'yom katta bo'ladigan bo'lsa, 50 kvadrat, 100 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqangi tunikalilarimizni 400 ming so'm qilib beryapmiz. Baquvvat materialdan. 50 kvadrat, 100 kvadratli bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. O'ta ham chiroyli holatda tayyorlab beramiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar akalar, sizlardan iltimos qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar.